taylamasa bo'lmaydi. Yo'q, pul taylamasa u bo'lmas. Qadingiz Aka bu urush aytardi o'sha kuni. Masalan, bizda birinchi marta yuribdi. U aytardi, u aka kerak emas, men birinchi bo'lib ketaman. Yolg'on gapirgan hojat yo'q. Va dastlabkimga, katogimga, ballarimga, xudoimga, bu ujuniga, bu narsasi 150 ming so'mdan bir ketadi. Menga 50 ming so'mdan qoladi o'sha. Yolg'on bu nima kerak? Qaramnon 750 deyapsiz-da tonna. 750 deyapman tonna. O'shanda 700 ming so'mdan ketadi, 50 ming tonna. so'mdan Bitta mashinada nechta tonna ketadi? 35 tonna. Kiremsa zo'r qilib orttiramiz 40 tonna ham ketadi. Endi sredniy shunday boramiz. Ben aka boya ulchayotgan joy bo'lyapti. Aka ulchab olaveramiz. O'zim aka. Ana, Sherzodga tarozga shu visovaga Meni ham bala chaqam. Ha, bilaman. Xudodan so'ragan o'shani xudo to'ldiradi. Banda bergan bo'lmaydi. Jannat, mana yo'lni qilasiz-ku. Siz emas. Jo'ra almab girdiga hali qarab yotibamiz. Ko'ngilni ochib, mana hojibon to'g'ri barakala. Bitta narsa to'g'ri tushunizda, meni ham bala chaqam bor. Iltimos, 50 ming so'm qoladi. Yolg'on gapirganim yo'q, bir bola qilganim yo'q. Yolg'on gapirganim. Kamroq 700 ga kamroq qo'shing. Yo'q, nafsim bor. Ha, bilaman. Deb o'tirman, bir nima de. Yarim. Menga bo'ldi. Amin. 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 Qarorni berdi işte. Boshing egib tazmayla shukrona ayt. Seni guldek erkalagan chaman uchun osmonlarda yurgan bo'lsang tuproqqa qayt. Aytgil do'stim, nima qildik vatan uchun? Ko'zi qora, yuragi oq shu el uchun. Tuproq uchun, shu yurt uchun, chaman uchun. Ulug' inson boshlab bergan shu yo'l uchun. Aytgil do'stim, nima qildik vatan uchun? Ulug' inson boshlab bergan shu yo'l uchun. Aytgil do'stim, nima qildik vatan uchun? Elim uchun, yurtim uchun yaratmishdir bizni Xudo vatan uchun. Nima qildik vatan uchun? Kerak bo'lsa jonim fido vatan uchun. Ha, davomini kutyapti-da. G'afrak olib kelish kerak. Qachongacha qorning o'ylab o'tirsan? Daftaringizni oching, daftaringizni olib qo'ying. Bolam pul olganini olaman. 2dan kerak. 2dan emas, yana 3 kerak. Aytgil do'stim, nima qildik vatan uchun? Buncha bino qo'ymang zarrin choponlarga. Saratonda yaproq bo'lgin dehqon. Ey Alloh, uzoq yo'l xizmat qilsan, to'y tomoshalarga. Aytgil do'stim, nima qildik vatan uchun? Ko'ndalang qiling yerga. Aytgil do'stim, nima Yo'q, edan qo'yish kerak edi. Ya Nazarboyev mashina o'tmasin-da endi. kerak bo'lsa
Qaytarmaysiz, suratda. Haydi haydi.